Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi degan naqlning kelib chiqishi islom, yahudiy va nasroniy manbalarda uchraydigan Sulaymon, Solomon payg'ambar haqidagi rivoyatlarga borib taqaladi. Rivoyatning mazmuni: Sulaymon payg'ambar Alloh tomonidan katta saltanat va hukmronlik bilan siylangan. Uning maxsus mo'jizalaridan biri u jinlar va devlarga hukmronlik qilgan, ularga turli og'ir ishlarni bajartirgan. Devlar va jinlar unga bo'ysunib, ulkan binolar, saroylar, ibodatxonalar, masalan Quddusdagi Sulaymon ma'badi qurishgan. Rivoyatlarga ko'ra, Sulaymon o'zining asosi hassasiga suyanib turgan holda vafot etgan. Lekin hech kim buni darhol bilmagan, chunki u shunday tik turgan holda uzoq vaqt qolgan. Devlar va jinlar esa Sulaymon hanuz tirik deb o'ylab, o'z ishlarini davom ettirishgan. Oradan bir muncha vaqt o'tib, yog'och hassasini qurtlar kemira boshlagan va nihoyat Sulaymon yiqilgan. Shunda hamma uning vafot etganini anglab yetgan. Ayniqsa devlar va jinlar bu haqiqatni bilgach, o'zlarini qutuldik deb hisoblaganlar. Chunki Sulaymonning hukmronligi ostida ishlash ular uchun og'ir edi. Mazkur naqlning ma'nosi: bu naql quyidagi hayotiy saboqlarga ishora qiladi. Birinchidan, zo'ravonlik yoki kuchli hukmronlik tugaganda zulm ostidagi kishilar yengillik topadi. Ikkinchisi, ba'zan haqiqat uzoq vaqt sir bo'lib qolishi mumkin, lekin oxir oqibat oshkor bo'ladi. Uchinchisi, hokimiyat va kuch abadiy emas. Har qanday buyuk shaxs ham o'limga mahkum. To'rtinchisi, ishbilarmonlik yoki mehnatkashlik faqat majburlik tufayli emas, balki ongli ravishda bo'lishi lozim. Bu rivoyat Qur'oni Karimning Saba surasi 14-oyatda ham qisqacha tilga olinadi. Bas, qachonki biz unga, Sulaymonga o'lim hukmini chiqarganimizda, ularning o'limini faqat yerni yeydigan bir hasharot, hassa ichidagi qurt ularga bildirgan. Bas, qachonki u qulab tushganida, shunda jinlar bilib qolardiki, agar g'aybni bilganlarida edi, xor qiluvchi azob ichida qolmagan bo'lar edi. Bu oyatdan kelib chiqib, musulmon tafsirchilari va tarixchilari yuqoridagi rivoyatni bayon qilganlar. Demak, Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi degan naql asosan kuchli hukmdor vafot etganida undan aziyat chekkanlar yengillik his qilishiga ishora sifatida ishlatiladi.